gaz bo'ladimi, qanaqa boylik bo'lsa bu hammasi xalqniki. Davlatda turgan amaldorlar buni hisobini xalqqa berish kerak. Shuning uchun men aytmoqchimanki, energetika vazirligi hozir matbuot kotibi ham aytayaptilar, qilishimiz kerak deyapti, domla aytayaptilar Rustam aka. Reja qilyapmiz, bo'lyapti, o'rganyapmiz. Bu narsa bilan bo'lmaydi. 33 yil, 34 yil bo'ldi mustaqilligimizga-da. Endi men aytmoqchi bo'lganim, mana Islombek aka ham o'zi qo'shimcha qilish kerak. Siyosiy iroda qilib, haqiqatdan kimlar bilan qanaqa shartnomani birinchi o'rinda xalqqa ko'rsatib berish kerak. Ikkinchidan, mana shu narsani agar ayta olmayapsizlarmi, bo'shatib qo'yish kerak bu. Bo'shatib ishlaydigan, amallaydigan odamlar qo'yish kerak. Kerak emas bunaqa qilyapmiz, qilmoqchimiz, qilish kerak, o'ylayapmiz, dasturxonni sanayapmiz.